Hormaylar. Kecha usta akalarimiz Apolovkani otidoq quyib tashabdi уже, молодцы. Biton ham qotib qopti уже. В целом gap yo'q. Men ham taxtalarni bosib yuribman, biton emas. Plus vaznim ham ko'p chiqmaydi, bor yo'q. 50 kilomanmi, yo'qmi, Alloh biladi. Ne zo'r qotibdi biton. Ikkinchi kottejimiz bitoni zinasi tayyor. Bu yoq tomonlarimizni ham o'sha usta akalarimiz почти tugatib bo'lishibdi. Молодцы. Keyingi obyektni ko'ramiz hozir. Sekin. Bu oldingi zinamiz edi. O'sha tayyor bo'lgan zinamiz. Bunisidan qanchadan buyon yuribmiz. Ertaga kirib kelganingizda hol bo'ladigan bo'lsa, bu zina, oshxona, zal, yana bitta zal. Bismillah. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Usta akalar, hormaylar. Ancha ishlarni qoyillatib tashabsizlar, ha? Hayır. O'sha o'rtadagi devor ham tayyor bo'lay deb qopti-yu. Respekt. Gap yo'q. Bu yoq tomonimizda ham xuddi shunaqada. Ne? Молодцы. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Usta aka, hormang. O'sha oynalarni, prayomlarni, tepalarini qo'yib bo'psizlar, молодцы. Katta ishlar qilib tashabsizlar-ku. Bugun bu yoqdagi prayomlar qo'yiladi-da, xudo xolasa. Apolovkalari bilan birga. Inshaalloh. Mana shu prayomlar shunaqasiga ketdi bo'lar ekanda, xudo xolasa. Oynalarning ustidagi, prayomning ustidagi shu rishotkalar hozir naryoq qismini ham ko'rsataman. Bu yoqdagi mana tumbalar уже tayyor, bog'langan armaturalari. Keyin haligi oynalarning ustidagi prayomlar как раз bular ham bog'langan. Tayyor. Gap yo'q. Selamiz. Xuddi shunaqa kartosh qidirgan yaqininglar o'shalarga jo'natib qo'yasizlar. Mabodo savollaringlar bo'ladigan bo'lsa